Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz bu sharq mutafakkirlarining ilmiy falsafiy merosida ekologik kompetentlikni rivojlantirish masalalari deb nomlanadi. Qadimgi sharq olamida, xususan O'rta Osiyo xalqlarida tabiat in'om etgan ne'matlardan tejab tergab foydalanish g'oyat muhim ahamiyat kasb etgan. Bugungi kunda jadal taraqqiy etayotgan respublikamiz hayotida ma'naviy qadriyatlar, xalqimizning yuksak darajadagi madaniyati, jumladan tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish bo'yicha an'anaviy xo'jalik yuritish tajribalarini umumbashariy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish muhim amaliy tadbirlardan biri hisoblanadi. Bunda albatta insonlarning, ayniqsa o'quvchi yoshlarning ma'naviy jihatdan yuksalishi, tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning mutanosibligida muhim ahamiyat kasb etishi, yurtimiz, qolaversa butun jamoatchilik e'tiborini mazkur masalaga qaratish, kelajak avlodlarni ekologik, ma'naviy, sog'lom muhitida tarbiyalash bilan bog'liq vazifalarni aniq belgilab olish muhim bo'lgan hayotiy ehtiyojlardan biri hisoblanadi. Albatta bizning buyuk allomalarimiz hozir demak o'sha taqdimot davomida ko'rib chiqamiz. Mana shu ular buyuk alloma, faylasuflar, lekin o'sha atrof muhit masalalariga, ekologiya masalalariga o'sha paytlar o'zlarining yashagan zamonalarida ham befarq bo'lishmagan. Ular o'sha tabiatni asrash bo'yicha, o'sha tabiiy birliklar bo'yicha o'zlarining fikrlarini o'sha o'zlarining yozgan, ulardan qolgan, bizga meros qolgan manbalarida yozib qoldirishgan. Misol tariqasida mana buyuk alloma Muhammad al-Xorazmiy. Bu kishi bir risolasida shunday yozadi: bilingki, daryoning ko'zlari yoshlansa, uning boshiga g'am, kulfat tushgan bo'ladi. Odamlar daryodan mehringizni dariq tutmanglar deb yozib qoldirganlar. Bu daryoning yoshli ko'zlari deganda al-Xorazmiy nimalarni nazarda tutgan ekan? Ehtimol u daryo suvining ortiqcha isrof bo'lishini nazarda tutdimikan? Yoki eng avvalo daryo bilan odamlarning bir-birlarini tushunishlari va til topishlari, o'zaro mehr muhabbat qo'yishlarini nazarda tutgandir. Al-Xorazmiy demak o'z asarlarida tabiat va uning boyliklari haqida qimmatli ekologik va huquqiy fikrlarni bildirgan mutafakkirlarimizdan biri hisoblanadi. Yoki aytaylik, Abu Nasr Farobiy. Abu Nasr Farobiyning demak ilmiy falsafiy merosi juda boy, bundan biz xabarimiz bor. U kishining turli sohalardagi oid demak 180 ta asari mavjud. Mana shunday asarlarda demak Farobiy o'zining demak ishlanmalari bilan birgalikda tabiatni qanchalik sevganligini, tabiatda demak inson omillarining ta'siri katta ekanligi, tabiiy va sun'iy tanlash hamda tabiatga ko'rsatiladigan boshqa ta'sirlarni atroflicha baholaganliklari tahlil qilingan. Bundan ko'rinib turibdiki, allomamiz bu tabiiy hamda insonlar qo'li bilan yaratiladigan sun'iy narsalarni ham bir-biridan ajratgan holatda tabiatga, atrof muhitga juda ham ehtiyotkorona munosabatda bo'lish lozimligini qayd etib o'tganlar. Aytaylik, Umar Xayyom, mana o'z davrining qomusiy olimi va munajjimi bo'lib hisoblangan Umar Xayyom o'z o'sha ilmiy merosida tabiat hodisalari demak haqidagi ko'pgina fikrlari mavjud, bundan xabarimiz bor va u kishi tabiatda quyosh tutilishi, oy tutilishi hamda ob-havoning o'zgarishini oldindan bashorat qilganlar. Olimning 400 ga yaqin demak ruboiylari mavjud bo'lib, aytaylik bu ruboiylari bilan bir qatorda mana shu tabiat hamda tirik mavjudotlar haqida ham fikrlar qoldirgan. Ya'ni odamlar va mavjudotlar dunyoga kirib, keyin qaytib ketadilar. Ular yaxshi va g'amgin bo'ladilar deb yozib qoldirganlar. Mutlaq hukmdor tabiatni yaratadi va tartibga soladi. Nega unga zarar yetkazadi deb so'roq belgisi bilan yozib qoldirganlar. Agar sabab tabiatning nomukammalligida bo'lsa, kim aybdor? Agar tabiat yaxshi bo'lsa, nega uni yo'q qilish kerak degan demak yozilmalari ham qolgan va shundan xulosa qilish mumkinki, Umar Xayyom bu o'sha o'z davrining qomusiy olimi, tabiatga, ekologiyaga juda ham katta e'tiborli inson bo'lganlar.
Abu Rayhon Beruniyni olaylik. Abu Rayhon Beruniy bu koinotdagi hodisalarni taraqqiyot qonunlari bilan, narsa va hodisalarning o'zaro ta'siri bilan tushuntirishga uringanlar. U kishining fikricha, yerdagi o'simlik va hayvonlarning yashashi uchun zarur imkoniyatlar cheklidir. Ekin ekish va nasl qoldirish bilan dunyo to'lib boraveradi deb fikr bildirgan. Beruniyning fikricha, o'simlik va hayvonlar birdaniga paydo bo'lib, birdaniga yo'qolib ketmaydi, balki ularning biri yo'qolsa ham u o'z naslini qoldirib ketadi. Beruniyning tibbiyot va dorishunoslikka oid eng yirik asarlaridan biri Kitob as-Saydana deb nomlanadi va dori vositalarini tayyorlashning mingdan ortiq manbalari va usullarini mana shu asarida Abu Rayhon Beruniy yozib qoldirgan. Sharq allomalaridan biri Bahovuddin Naqshbandni olaylik. Bahovuddin Naqshband bu dunyoqarashida ekologik tarbiya ijobiy fazilat, axloqiy me'yor sifatida muhim o'rin egallagan. U insoniyatni bu fazilatlarni o'zida singdirish mumkinligiga ishontiradi va ularni aytaylik shunga undaganlar. Deydilarki, men bu imorat bilan hayvonlarga bir necha yil qaradim. Yo'lovchilar aziyat chekmasligi uchun yo'llarni tozalab, reza chinlik xizmatini ado etmoqim lozim ekan. Men bu xizmat bilan 7 yil mashg'ul bo'ldim. 7 yil davomida etagim va yengimdan tuproq hidi hargiz arimadi va har bir ishimning natijasini aytaylik mushohada etar va bunday fayzni yor bo'lardim deb aytib o'tganlar. Bu bilan bu kishi demak Bahovuddin Naqshband inson bilimi, uning tafakkuri rivoji haqida gap ketganida ekologik ta'limning o'rnini alohida ta'kidlab o'tganlar. Allomaning fikricha, tuproqdan inson jismi paydo bo'lsa-da, biroq u aytaylik qorong'ulikka va zulmatga ega unsurdir. Demak, Alloma o'z fikrida suv, havo, olov va tuproqning ekologik hislarini aniq ta'riflab, insoniyat hayotidagi ahamiyatini ko'rsatib berganlar. Abu Ali ibn Sino jahon madaniyati va fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlardan biridir. Yirik qomusiy olim sifatida o'z davri demak ilm fanining deyarli barcha sohalari bilan shug'ullangan, bundan xabarimiz bor. Jumladan aytaylik o'z asarlarida ular demak tib qonunlari mana juda ham mashhur asarlar, shoh asar deb aytamiz, yozib qoldirganlar va shu bilan birgalikda bu ilmiy qarashlari bugungi kunda nafaqat tibbiyotda, balki o'sha insonlarning tabiatga bo'lgan munosabatini ham to'g'ri yo'lga qo'yishda foydalaniladi hozirgacha. O'z davridagi bemorlarni davolashda havo, suv, tuproq, iqlim, oziq-ovqat, yashash muhitining ahamiyatini ta'kidlab, bu elementlarning inson salomatligiga ijobiy va salbiy ta'sirini alohida ajratib berganlar. Ibn Xoldun tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganganlar va bular ilmiy, falsafiy merosi, bularning o'zidan avval yashab o'tgan sharq mutafakkirlarining nazariy metodologik qarashlariga va ma'naviy madaniy haqiqat haqidagi demak ta'limotlariga tayangan holda bu kishi bir qancha ilmiy ishlarni, ijodiy ishlarni amalga oshirganlar va bu o'sha ishlarining aytaylik bilan tanishganimizda albatta o'sha tabiat bilan uyg'unlikni, insoniyat uchun atrof muhitning, tabiatning juda ham muhim jarayonlar bilan bog'liqligini ko'rsatib o'tganlar. Endi Alisher Navoiy bu albatta bobomiz tabiat va jamiyat munosabatlarini to'g'ri yo'lga qo'yish, tabiat tarixi va jamiyat tarixining umumiyligi, ularning bir-biriga ta'sirini aks etgan juda ham ko'p asarlaridan biz xabardormiz. Bu kishi ham Alisher Navoiyning demak aksariyat asarlarida inson tabiatdagi 4 javohir, ya'ni o't, suv, havo va tuproqdan iborat degan g'oya ilgari suriladi. Ya'ni o'sha yerni yuzi, undagi odamlarning tabiati demak o'sha 4 unsurga bo'linishligi, bu tabiat bilan aytaylik insoniyatning muhim komponent tariqasida birgalikda hayot kechirishi, shuning barobarida atrof muhitni asrash uchun ma'lum bir o'zining fikrlarini yozib qoldirgan demak shoirimiz hisoblanadi. Zahiriddin Muhammad Bobur bu faqat shoir bo'lib qolmasdan, balki podshoh, sarkarda, tarixchi, mashshoh
ovchi va aytaylik bog'bon sayyoh tabiatshunos bo'lib o'tganlar. Bundan demak biz bilamiz, tabiat bilan jamiyatning o'zaro munosabatlarini ekologik jihatdan yuksak darajada talqin etilganligini aytaylik mana milliy shohasari Boburnomada ham ko'rishimiz mumkin. Va albatta bu buyuk davlat arboblaridan biri hisoblangan Javahirlar Neru o'zining hamkasbi Zahiriddin Muhammad Bobur haqida shunday yozadi. Bobur maftunkor, mard va mehnatkash inson edi. U gullarni sevardi, bog'larni juda yaxshi ko'rar edi. Ko'pincha issiq Hindistonda vatani haqida o'ylardi deb yozib qoldirganlar. Endi 11-asrning tilshunos olimi Muhammad Qoshqariy Divoni lug'ati turk asarida qayd etilishicha, yilning bu faslida, ya'ni bu bahor nazarda tutilyapti, tabiat go'yoki qaytadan shakllanadi. Qirlar gilamga o'xshash maysa ko'katlar bilan qoplanadi. Demak, tog'dagi qor, muzlar eriydi, suvlar oqa boshlaydi, turli tuman gullar ochilib, yer yuziga chiroy bag'ishlaydi. Qushlar, qurt-qumursqalar inlaridan chiqib, to'da bo'lib yangi hayotni boshlaydi degan misralarida bu tabiatga qanchalik oshnoligini va o'sha tabiatga bo'lgan mehrini o'z nimalarida, asarlarida yozib qoldirgan. Hurmatli tinglovchilar, mana biz agar o'sha o'zimizning sharq mutafakkirlarini qay birini olib qaramaylik, bular hammasi o'zlarining ijodi bilan birgalikda tabiatga bo'lgan mehrlarini ham yozib qoldirishgan va biz albatta bu bilan faxrlanamiz va mana shu bizning o'sha atrof muhitni asrash jarayonida olib boriladigan ishlarimizda albatta bu asarlardan, bu aytaylik mutafakkirlarimizning fikrlaridan foydalanish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.